Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, Bog'ot aka-uka avtosavdo kanali obunachilari. Bugun 2025-yil 2-oktyabr navbatdagi savdomiz katta ballad Gentrasi, qora Gentrasi bo'ldi. Mashinamiz avtomat korobka, lyuk, full navorot qilingan mashinamiz tayyor. Mashinamiz 100% rodni 17.000 kilometr yurgan, metan gazlar ham bor. 185 million so'm o'zlarimiz Bog'otdan og'alarimizga bo'ldi. Mashinamizni olib ketdilar, bu yerda tekshirtirdilar, hamma narsasini proverkasini qildirib, yana keldilar, syomka qilib berayotimiz. Mashinani otalarini hadya qilib turibdilar, ertangi bo'lgan kun ekan, syurpriz. Hali otalarini xabari yo'q. Mana mashinamiz zo'r savdo bo'ldi. 185 million so'm naqd pul berdik. Katta rahmat. Rozimiz mingdan ming. Ishlaringiz omad. Bog'ot avto aka-ukalarga kelaverasizlar. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Mashinamizni ko'rsatib o'tamiz. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Optra Amerikanka. İçine ham qimmatchi qo'l shumka, video registrator, zo'r navorotlar qilingan. Monitor, hamma narsasi qo'yilgan mashinamizni 185 million so'm berdik. Mashinamiz idealniy holatda edi. 17.000 kilometr masofalar bosib o'tgan. Kelaverasizlar, shunday chiroylatib savdolarimiz qilib beraveramiz. Shu yerda kommentariyada yozib o'tib ketaverasizlar. Nechik mashinalar qo'yib berali, yana aksiyalik Damazlarımızı ertang aksiyaga qo'yib beramiz. Ko'rib kuzatib boraverasizlar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turishni esdan chiqarmaysizlar. Rahmat, jon tanalaringiz sog' bo'lsin.